Lisli darvoza zakaz bermoqchi bo'lganlarga. Bular qimmat darvoza. Qalini 1.8 2 bo'ladi lisi. Xo'p, buni zakaz beradigan odam malakali 4 yil, 5 yil, kamida bo'lsa 10 yil staji bor odamga berganlar ma'qul lisli darvoza. Lisli darvoza qilganimizni rasmni qo'yib qo'yamiz, o'zlaring baho berasizlar oxirida. Meni maslahatim, buni staji bor odam, yaxshi odam bo'lsa, keyin beringlar. Bo'lmasa, biz o'zimiz ishxonada muammo bo'lib turadi lisli darvozaga. Nimaiki bu bir oyda bitadi, qechatlar bir haftada bitadi. Bular shunday profil to'qiydi, listini tashlaydi, bo'ldi. Bu qo'l mehnatiga bu listlarni qirqib. Endi buni tushunadi. O'shaning uchun meni maslahatim, staji bor odam listlikni qilgani yaxshi. Nimaiki biz ishxonada ham listli darvozaga juda ko'p muammo bo'ladi. Listli darvoza qilganimizni rasmni qo'yib qo'yamiz, o'zlaring baho berasizlar. Oxirida murojaat qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib beramiz. Bular 20 million bo'lsa, bu 6 million. 3 ta darvoza beradi o'rniga. O'shaning uchun aytyapman.